Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir men sizlarga shu bo'g'im kasalliklari, artrit, podagra kasalliklarida eng zararli bo'lgan 7 ta mahsulot haqida gapirib o'taman. Birinchi navbatda mana bilamizki, bo'g'im e, bo'g'imlarda nima sodir bo'ladi? Avvalambor bo'g'imlar ichida xondrotsit deb nomlangan modda bo'ladi. Bu bizni tog'aylarda, ya'ni o'sha tog'aylarda elastikligini oshirishda, bundan tashqari ularda shish hosil bo'lmasligida juda ham katta bir foyda keltiradigan mahsulot hisoblanadi. Agar shu bo'g'imlarda vaspaleniya deydi, ya'ni yallig'lanish boshlansa, o'sha tog'a yemiriladi, og'riq paydo bo'ladi, harakatlar cheklanadi va oqibatida osteoartroz va artrit rivojlanadi. Xo'p, bundan tashqari, yallig'lanishni oshiruvchi mahsulotlar bor. Biz mana misol uchun har xil dori vositalarini qabul qilamiz, davolanish maqsadida, mazlar surtamiz, ukol dorilar olamiz, lekin biz e'tibor bermaymiz. Ya'ni yeb turgan narsalarimizga, o'sha kun davomida, ya'ni ratsiondagi ovqatlarimizga e'tibor bermaymiz. Birinchi navbatda biz shunga amal qilishimiz kerak bo'ladi va o'sha birinchi zararli mahsulot bo'g'im kasalliklarini avj olishida bu shakar. Nimaga shakar? Chunki shakar mahsuloti yallig'lanish mediatorlari deyiladi, ya'ni vaspalitilniy protsessda shularni ko'paytiradi, insulinni qarshiligini oshiradi va bo'g'imlarda shish paydo bo'lishiga olib keladi. Xo'p, zararli mahsulotlar, ya'ni gazli ichimliklar, tortlar, har xil tayyor pechenyelar magazinlardan olib yeymiz. Shularda juda ham shakar ko'p bo'ladi. Tavsiya qilamiz, shakar mahsulotlarini birdaniga kechish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ho'l va quruq mevalar bilan almashtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi mahsulotimiz bu oq un, ya'ni xamir mahsulotlari, oq non, buchka, har xil pishiriqlar. Bu mahsulotlar qonda glukogen degan modda bor, ya'ni o'sha glukoza tez oshadi, natijada organizmda yallig'lanish kuchayadi va ortiqcha vazn oshadi. Ortiqcha vazn oshganda ham bo'g'imlarda yana ham tezroq yemirilishi kuzatiladi odatda. Uchinchi mahsulotimiz bo'lsa margarin, ya'ni trans yog'lar. Trans yog'lar ko'pincha fast foodda, chipslarda, tez tayyorlanadigan ovqatlarda, undan tashqari o'zimiz uyda ham misol uchun pishirganimizda shu margarindan foydalanamiz. Aslida bunday qilmaslik kerak ekan, chunki margarin, ya'ni trans yog'lar organizmda omega 6 degan mahsulot ko'payishiga sabab bo'ladi va odatda yallig'lanish mexanizmlari faollashadi. Xo'p, to'rtinchi mahsulot bu o'simlik yog'lari. Ya'ni har doim ishlatadigan semichka, ya'ni pista yog'i, makkajo'xori yog'i, soya yog'i, mana shu yog'lar xo'p o'simlik yog'lari, ya'ni yallig'lanish jarayonlarini kuchaytiradi. Biz har xil dori vositalarini qabul qilganimizda ham o'sha dorilarning ta'sirini kamaytiradi. Xo'p, 5-chi mahsulotimiz bu podagra bilan kasallangan bemorlar o'ziga cheklov qo'yadi. Bu qizil go'sht. Sog'lom inson baribir qizil go'sht, ya'ni o'sha mol go'shti, qo'y go'shti iste'mol qilamiz. Lekin podagraga moyilligi bo'lgan bemorlar yoki o'sha o'zini avlodlarida shunaqa kasallik bilan kasallangan bemorlarga bu narsalarni kamaytirish yoki cheklashni tavsiya qilamiz. O'zimizni bir qarindoshimiz, ya'ni o'zim amakim bor. Mana 15 yildan beri qizil go'sht, oxirgi 2 yildan beri umuman go'sht mahsulotlarini, ya'ni tovuq mahsulotini ham iste'mol qilmaydi. Go'shtsiz yashasa ham bo'ladi. Xo'p, keyingi mahsulotimiz bu spirtli ichimliklar. Spirtli ichimliklar sidik kislotasini oshiradi, podagra xurujlarini chaqirishi mumkin. Ya'ni shu podagrasi bor insonlar umuman iste'mol qilish kerak emas va albatta mana ayniqsa pivo mahsuloti juda ham xavfli hisoblanadi. Va oxirgi 7-chi mahsulot bu gazli ichimlik va energetik ichimliklar. Bularda tarkibida juda ham shakar ko'p va har xil ximikatlar bor va fruktoza juda ham yuqori hisoblanadi. Bo'g'imlarga aslida nima foyda keltiradi? Biz nimani almashtirsak bo'ladi? Birinchi o'rinda mana shu yog'larni biz aytdik, o'sha pista yog'i, makkajo'xori yog'i. Buni o'rniga biz kundalik davomida zig'ir yog'i, zaytun yog'i va baliq
yog'larini, baliq mahsulotlarini ishlatsak bo'ladi. Undan tashqari ko'katlar, sabzavotlar deganda har kuni ovqatimizga o'sha tayyorlab ishlatadigan sabzavotlarimiz o'sha xom holatda iste'mol qilishda xom holatda iste'mol qilish afzalroq. Xo'p, undan tashqari tuxum, vitamin D. Nimaga vitamin D? Chunki biz davolanganimizda ham, misol uchun, har xil preparat, ya'ni kalsiy D3 ichamiz. Hozir har xil dori ukollar olamiz. Vitamin D shuni yuqishini osonlashtiradi va bu tabiiy yo'l bilan, ya'ni tabiiy manbalar bilan organizmga kirsa juda ham foydali bo'ladi. Hozirgi kunda preparat shakllari ham juda ham ko'p. K2 vitamini qo'shilganlari bor. Har xil kombinatsion vitamin D'lar bor. Bu mahsulotlar yallig'lanishni kamaytiradi va bo'g'im og'riqlarini sizda o'sha hosil bo'lishini deyarli yo'q qiladi. Xo'p, yana bir marta takrorlab o'tamiz. Eng zararli 7 ta mahsulot: shakar, oq un mahsulotlari, trans yog'lar, ya'ni margarinlar, ortiqcha omega 6 saqlaydigan o'sha o'simlik yog'lari, qizil go'sht, ya'ni o'sha mol go'shti, qo'y go'shti, asosan o'sha podagrada umuman mumkin emas hisoblanadi. Alkogol, ya'ni spirtli ichimliklar va gazli ichimliklar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa, albatta ko'pchilik ko'rish uchun like bosishni esdan chiqarmang. Sog' bo'ling, rahmat.